Mana yurtdoshlar, darvozalarimizni ham ustunovka qilib bo'ldik. Ko'rishlaringiz mumkin, bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana darvozamiz. Balandligi 320. Eniga 410. Garaj darvozamiz. Korobkalari polni 10lik shivellerdan. Tepa pas 2 yoni. Mana bunisi darvozamiz. 5 metrga 320 balandligi. Stoykalarimiz 10lik shivellerlardan. Zamoklarimiz ham original zamok. Darvozamiz 2 qavatli shumkali. Hozirgi kunda taroq fason bo'lib nom qo'yilgan darvozalardan. Ahvolni qaranglar. Darvoza ustunovka qilaman deb hammamiz loy bo'lib ketganmiz. Mana bitta ustamiz yomg'irda suvda oyog'ini yuvyapti. Bunisi mana alohida kalitkasi. Bu ham o'sha darvozalarimizning fasonida bo'lgan. Darvozalarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar yurtdoshlar.